Assalomu alaykum do'stlar. Haftagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan bir xonali yotoqxonani xonasini chizib ko'rib chiqamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Line olamiz. Birinchi line mana. Xonaning ichki razmeri berilgan bu yerda 1415, 1400, 1485, 2500, 1530, 910, 1560, bu yeri ham mana 2500. İchki razmer bergani uchun biz tashqariga offset olamiz. Bo'lmasa boshladik. Birinchi razmer 1415. Escape buni ushlab move orqali yoki markazdan ushlab ham tepaga ko'tarib olsak bo'ladi mana. Yana line olamiz. Yonga derazaning razmeri 1400, davom etamiz 1185, pastga 2500. Bu yerga 1530, 910 eshigi uchun va yana 1560 davomiy devorni tutashtirdik. Offset orqali tashqariga devorimizni qalinligini 200 qilib olsak, mana har biridan tashqariga mana 200 ko'tarib chiqamiz. Bu yerini fillet orqali, ya'ni fillet radiusini 0 ga tenglagan holda tutashtirsak, bu burchak asosida tutashadi, probel. Bu yerni ham va mana ikkita burchakni ham tutashtiramiz. Line orqali boyaga qo'ygan laynerlarni yakunini chegara qo'yib chiqamiz. Mana shu orqali. Bu yerda biz endi eshik va derazani yasashimiz kerak. Eshikni bu yerda, ya'ni Ctrl uch panel orqali mana Tools Splitter Window davomida Ctrl plus 3 deyilgan. Ctrl 3 ni bossak, mana bizga bu panel tushib keladi. Arxitektura paneldan doorni bu yerga tushirib olamiz. Ba'zi holda eshik katta tushadi, ya'ni shu yerga razmeri tushadi. Ba'zi holda mana shunday kichik tushadi. Buni katta qilib olish uchun esa stretchni, scale dan foydalanamiz. Scale ni bosamiz va shu yerga qo'yib mana o'zimizga kerakli darajada katta qilib olamiz. Move orqali buni biz bu yerga qo'yamiz. Bu yerda mana 1, 2, 3, 4 ta strelka bor. Bu strelka pastga yoki tepaga ochilishi, chapga o'ngga ochilishi. Bu uning devorining qalinligi. Bu yerda esa uni necha gradusda ochilishi, mana open 30 gradus, open 45, 60 va 90. Bizda shu 30 da turgani ma'qul. Move orqali eshigimizni mana bu yerga qo'yib olamiz. Bu strelka uning kattaligini hisoblab beradi. Undan ortiq katta bo'lmayapti. Demak, biz yana scale orqali buni katta qilib olamiz. Mana o'zimizga kerakli darajada. Xuddi shunday. Bu yerda oynasini chizib ko'rib chiqamiz. Offset orqali birinchi razmerini 70, keling shu razmerni 70 emas, 30 qilib olaylik. Oynaning qalinligini 70 qilamiz. Offset orqali yana biz line chizib bu nuqtagacha bu line'ni bu yerga 30 tortamiz. Xuddi shuni shu yerdan ham yoki-da mirror qilsak ham bu yerga o'tadi. Mana line olamiz, markazidan bu yerga chizamiz 70. İki chetga 20 dan masofa beraylik. Mana buni ham pastga mana 20 tortib qo'yamiz.
Buni uchun bir-biriga tutashtiramiz. Va buni mirror qilib narigi tarafga ko'chirib o'tamiz. Mirror mana bu yerga mana ko'chib o'tdi. Xo'p, line orqali yana markazni chizamiz. Markazda ham xuddi shunday narsani takrorlaymiz. Offset orqali 30 o'ngga va chapga aralashib ketgani sababli buni keling 15-15 qilamiz. Ichkariga markazdan ushlab 15 kirgizamiz va buni ham markazdan ushlab yo'nalish beramiz ichkariga 15. Markazdagi line ni o'chirib tashlaymiz. Yana line olamiz. Bu yerga nuqtaga bir marta tekkizib, mishkani bosmagan holda faqat tekkizganimizda mana bizga qo'shimcha yashil line keladi. Bu yerga chizdik biz 70, pastga 40 va yana bu yerga 70. Buni ushlab mirror orqali markazdan bu yerga kopiya qilamiz. Va ikkita line orqali buni tutashtiramiz. Birinchisi va mana ikkinchisi. Birinchi line, mana ikkinchi line. Mana tepada bizda by layer, birinchi by layer bor. Mana buni katta qilib ochamiz. Mana birinchi by layer bu rang. O'tgan darsimizda ko'rsatgandik, mana line types control. Bu line ning shakli. Bu yerda uni qalinligi. Biz hozirgi oxirgi to'rtizgan line'imizni belgilab, buni rangini mana bu yerdan och ko'k qilib olamiz. Xuddi shunday. Va davom etamiz. Bizda bu yerda mana eshik derazaning tutqichi qoldi. Line orqali uni asosini bu yerga chiqarib olamiz. 50, chapga 100. Offset orqali 10 u yerga va pastga, chapga va o'ngga. Fillet orqali buni birlashtirib olamiz. Yana fillet radiusini 10 qilib buni aylana shakliga keltirishimiz ham mumkin. Markazini o'chirib tashlaymiz. Delete. Trim qaychi orqali bu yerni kesib tashlaymiz. Mana bu yerni ham. Xonamiz tayyor bo'ldi. Bugungi dars shundan iborat va e'tiboringiz uchun rahmat.